Saryor aka, dehqonlardan savol kelibdi-da, ko'sak qurtiga qarshi har xil dori ishlatib ko'rishdi, lekin bittasiga effekt bermadi. Siz nima maslahat berasiz? Bo'ldi, men hozir ko'sak qurtiga qarshi zo'r dori tayyorlab beraman. Ko'pchilik dehqon akalarimiz ko'sak qurti hamda boshqa qurtlarga qarshi juda ko'plab preparatlarni ishlatishgan va ularning ko'pchiligi yaxshi samara bermagan. Hozir men sizlarga F-Agro markazining shu ko'sak qurti va boshqa qurtlarga qarshi 100% samara beruvchi Altacor, Confidor hamda Silver Extreme dori vositalarini qanday qilib to'g'ri ishlatishni ko'rsataman. Bu uchala dorimizni bir-biriga qo'shib ishlatamiz. Nimaga? Altacor Extreme va Confidor Extreme dori vositalarini qo'shadigan bo'lsak, dori tizimli, ya'ni sistemali ta'sirga ega bo'lib, ishlash samarasi 2 barobar oshadi. Hamda bu dorilarga qo'shimcha ravishda Silver, ya'ni Clay dori vositamizni qo'shsak, dorini parlanib ketish oldini oladi hamda ishlash samarasini yana ham orttiradi. Endi siz ham hasharotlarga qarshi qaysi dori 100% ishlashini bilasiz. Agar sizga bu dorilarimiz qiziq bo'lsa, F-Agro markaziga murojaat qiling. F-Agro markazi hosilingizni biz bilan yetishtiring.